Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi aziz qadrbaland qadrdonlarimiz. Mana bugun sizlarga Boyka fasondagi Boyka nomidagi darvozani bitta obzorini qilib beramiz. O'zi ham Boykaga o'xshab juda ham baquvvat zo'r chiqqan, ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham ajoyib. Tak, buni tanishtirib o'tar ekan bo'lsak, razmerlari bilan 3,5 ga 3,30, ya'ni eni 3,5, bo'yi 3,30 razmerlari. Zamoklar Zuber original eng yaxshi zamok qo'yiladi. Korobkalariga kelar ekan bo'lsa, korobkalar tagi shveler bo'ladi, yonlari esa 8 ga 6 profil bo'ladi, 1.5 ta. Listlari 1.8 listdan qilingan, eng qalin list. Ko'rishlaringiz mumkin, juda ham ajoyib zo'r chiqqan ekan. Gap yo'q ekan usta akamizga. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lar ekan bo'lsa, Azizbek do'koniga kelaveramiz. Bu yerda faqatgina darvoza emas, bu yerda mana temir eshiklar zavodskiy, kravatlar, yog'och kravat, mana temir kravat, kachelar, nima narsa kerak bo'lsa shu yerdan chiqaveradi. Manzilni aytib o'tadigan bo'lsak, azizlar, manzilimiz Surxondaryo, Angor tumani, Tallimaron chorraha. Mo'ljal yangi shahar to'yxonadan 50 metr o'tganda Azizbek do'koniga ko'zingiz tushadi. Shu do'konga kelaverasizlar. Kimga nima kerak bo'lsa shu yerdan topib beraveramiz. Hammaga rahmat.